kuniga 8 soatlab dars qilyapsiz. Kursga qatnayotganingizga 7 oy yoki 8 oy, даже 1 yil bo'ldi. Hali ham readingiz uyda praktik qilsam, lessonda ham, mockda ham oltin atrofida qatib qolgan. Praktik qilyapsiz, analiz qilyapsiz, har bitta savol turlarini ko'rib chiqyapsiz, skript yozyapsiz, baribir foydasi yo'q. Chunki 8 narsani noto'g'ri qilyapsiz. Do'stlar, 36 minutlik webinar, master class olyapman va tayyor bo'ldi. Hozir montaj ishlarini qilib, mana ko'rsanglar bo'ladi. Montaj ishlari, xudo xolisa bugun kechga bahas blog YouTube kanalimga joylayman. Ko'ring, yaxshilab daftar ruchkani olib, notlar olib, bugundan xudo xolisa yoki bo'lmasa ertaga ertalabdan boshqacha tayyorgarlik boshlaymiz-da. Kuniga 1-1,5 soat yetadi. 10 soat dars qilish shart emas. Smart work kerak, hard work emas. Do'stlarga ham share qilib qo'yinglar. Buni orqasiga hech qanaqa reading marafon yoki bir ajdarho usuli, unga o'xshagan narsalar sotish niyatim yo'q. Prosta tekin ko'ringlar. Do'stlarga, даже o'qituvchilarga ham share